9-iyunda suvda oqib ketgan Tup rayonining 12 yoshdagi yashovchisi Baxtiyor Turg'anboyev topilmadi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan xabar qilishdi. Unda aytilishicha, qutqaruvchilar bolani Tup suvidan qidirishmoqda. O'smirning yaqinlari tegishli organlar qidiruv ishlarini yaxshi olib borishmayapti deb yakshanba kuni Bishkek Qorako'l yo'lini 2 soatga yaqin to'sib turishgan. Oblast militsiyasi va Favqulodda holatlar ministrligining mutaxassislari kelib, bolani qidirishga qo'shimcha kuch jalb qilinishini aytgandan so'ng yo'lni ochishgan. Gaz tashuvchi avtomashina portlashida jabrlangan 4-fuqaro vafot etdi. Bu haqda Travmatologiya va ortopediya markazidan bildirishdi. Fuqaro o'tgan juma kuni soat 17:40 atrofida vafot etgan. Uning tanasini 100% kuygan edi. Bu vaqtgacha portlashda jabrlanganlarning 3 nafari hushiga kelmay kasalxonada vafot etgan edi. Eslatib o'tsak, 6-iyun kuni gaz tashuvchi mashina yorilib, unda 10 kishi jabrlangan. Kuyganlarning 6 nafari og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan edi. Jo'g'org'i Kengashining Konstitutsiya qonunlari, davlat tuzilishi, sud, huquq masalalari va reglament bo'yicha komiteti 14-iyunda voyaga yetmagan qizlarga nikoh o'qiganlarni javobgarlikka tortish bo'yicha qonun loyihasini muhokama qiladi. Bu haqda parlamentning matbuot xizmati bildirdi. O'tgan haftada umumiy yig'inda deputatlar voyaga yetmaganlarga nikoh o'qigan imomlarni va unga javobgar bo'lgan ota-onalarni javobgarlikka tortish bo'yicha Jinoyat va jazo kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarni ko'pchilik ovoz bilan birinchi o'qishda qo'llagan. 26-mayda parlament buni birinchi o'qishda inkor qilgan edi. Fuqaroviy faollar bunga norozilik bildirib, qonunni qo'llashga xalq vakillarini chaqirib, turli aksiyalarni uyushtirishgan. Haqiqatchi Qubbat O'to'rbayev ham hujjatga qayta ovoz berish iltimosi bilan Jo'g'org'i Kengashga murojaatnoma yo'llagan edi. O'sh shahrining Abduqadirov ko'chasini yoritish zarur. Yashovchilar yorug'lik yo'qligi sababli ko'chada yurish qiyinligini aytishmoqda. Inson umriga xavfli bo'lgan holatlar ham bo'lgan. Yo'llarga chiroqlar qo'yib berishni iltimos qilib, tegishli tarmoqlarga bir qancha vaqtdan beri murojaat qilib kelishadi. Ularning muammosi bu yil ham hal qilinadimi? Navbatdagi lavhada. Bu O'sh shahrining Abduqadirov ko'chasi shahar ichida joylashgan bo'lsa ham kommunal xizmatlardan ortda qolgan, ya'ni mazkur ko'chada tungi chiroqlar yo'q. Bu esa yashovchilar uchun qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Kelet bir vaqtlarda mal yerda yo'l buni itler var. O'shal o'xshaganlarda jarıqta ko'rmay kelib qanchasi talandi. Endi ol o'xshaganlarda aytib charchadik. Ana tuni bozordan kelishadi. Misali biz yolda her yerde işlep жүрөбүz, tünü gelemiz. Bizge çoğunrak buna yaş balдар gayrıkça okuçular, üstadlarga tünü gelip kalatken bir jaka çıkıp taŋamal ketişetiken oşal wagtlarda öte kıyın bolup atат, jarıkçılık жок. Проблемалы маселе бул. Бул проблемалар көптөн бери чечилбей келип атат. Көп убактардан бери биз кайрылып арыздарды бергенбиз. Бирок эч качан ишке ашпай келип атат. Бул жолдо түнү адам басышка мүмкүнчүлүк жок. Yashovchilar ko'chada tunda yorug'lik yo'qligi sabab kishilar hayotiga xavf yuzaga kelgan vaziyat ko'p bo'lishini aytishadi. Tunda ishdan qaytganlarni talon-taroj qilishga harakat qilgan holatlar ham bo'lib turadi. Menle ayalime bir vaqtda birolar o nerede kamoktun ber jagынан korkutup payda bolgon. Günlüge barıp kütüp alam. Bazardan geç qaytat, gelinderim barıp geç qaytat. Anan erterek qaytkanга эми tirgili eken, geçip ketişet. Ayrıca kıştın günü hazırga günü uzun. O'sh shahridagi ko'chalarga tungi chiroqlarni o'rnatish ishlari olib borilmoqda, lekin Abduqadirov ko'chasi ro'yxatda yo'q. Sababi O'sh shahrida tungi chiroqlarga muhtoj bo'lgan 160 dan ortiq ko'cha bor. Abduqadirova ko'chasining ichkeri qarab, mana жаңы tushgan uylarga ketgan ko'cha al bolboyt buyilqi жылы. Bu аны keyingi yillarning planlarına kirgizemiz. Sebebi biz birinci освещение жасарда бардык көчөлөрдүн узунуна, чоңдугуна, кеңдигине, маанисине, канчалык маанеге бардык ошол шарттарын карап туруп, анан пландайбыз.
Abduqadirov ko'chasining yashovchilari shahar svet ishxonasiga ariza bilan murojaat qilmaganligini idora vakili qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu bo'yicha ko'chalar keyingi yil rejasiga kiritiladi. Joriy yilda ajratilgan 42 million so'mdan ortiq mablag' aholi ko'p bo'lgan hududlardagi 165 ko'chaga yorug'lik o'rnatish uchun sarflanadi. Ta'kidlab o'tsak, shu haftada shahar kengashi deputatlari tungi chiroqlarni tekshirib chiqishgan. Unda markaziy ko'chalardan tashqari chetki ko'chalar ham chiroq o'rnatishni taklif qilingan. Bugundan boshlab Bishkek yo'nalishidagi havo qatnovi ishlay boshlaydi. Manas xalqaro aeroporti bildirgan ma'lumotga ko'ra, British Aerospace 140-200 rusumidagi samolyot bir haftada 2 marta dushanba va chorshanba kunlari havo qatnovini amalga oshiradi. Bishkek Jalolobod qatnovi 2015-yilning dekabrida ucha boshlagan, 3 oyga yetmay to'xtab qolgan edi. Jalolobod shahridagi havo maydoni talabga javob bermaydi va yo'lovchi oz degan sabab bilan bu qatnov bir necha marta yo'lga qo'yilib qayta to'xtagan. Kosovoda har yili uyushtiriluvchi retro avtomashinalar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unga Yevropaning turli joylaridan klassik mashina ixlosmandlari kelib ishtirok etishdi. Ko'rgazmada o'tgan asrga mansub Mustang, Jaguar kabi avtomashinalarning turlari qo'yildi. Tadbir o'lkada 11-marta o'tkazilmoqda. Kosovodagi Prizren shahrida yil sayin o'tkaziluvchi klassik avtomashinalarning ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Mazkur ko'rgazmaga o'tgan asrga taalluqli Mustang, Jaguar, Mercedes kabi mashinalar qo'yilgan. Retro mashinalar ko'rgazma uchun Yevropaning chekka joylaridan olib keltirildi. Men munda 1952-yilgi Opel Kapitan unamda keldim. Buni qayerdan o'ngdab jasalg'ili uchun 3 yil vaqt sarflaganman. Bu yerga kelib ko'rgazmaga qatnashganim abdan sevindim. Spike Torn Buyuk Britaniyadan kelgan. U ko'rgazmaga olib kelgan avtomashinasini bundan 50 yil avval sotib olgan. Endi bu raritetga aylandi. Bu luna 1967-yilgi ana Britaniyada ishlab chiqib Amerikaga eksportlashi. Alardan ko'pchiligi sol rolda bo'lgan 2000 danasi g'ana o'ng rolda chiqqan. Ko'rgazmaga mahalliy aholi ham kelib ishtirok etishmoqda. Men o'zimdan Jaguar ulgusundagi unamda keldim. Bizda bunday unalar az kezlashadi. Bu lunani Britaniyadan sotib olgan. Ushbu ko'rgazma Prizren shahrida 11-marotaba o'tkazilmoqda.